Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisi qudusiyani Alloh nomidan aytayaptilar. Alloh aytarkan: "Men Allohman, meni otim biri Rahmondir. Yaratdim rahimni va o'zimni nomimdan shu Rahim degan, Rahmon degan nomimdan qarindosh urug'ga silay rahim degan so'zni chiqazdim. Kimki qarindosh urug'iga silay rahim qildi, menga erishdi. Kimki qarindosh urug'idan aloqani uzdi, mendan aloqasini uzdi." Sa'd ibn Zayd radhiyallohu anhudan kishi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna min arbar riba al-istitalata fil irzil muslim bighayri haqq. Wa inna hazihi ar-rahima shujnatun min ar-rahman azza wa jal faman qata'aha harramallohu alayhi al-jannata." Eng pastkashlik gunoh ishlardandir bekordan bekor bir mu'min musulmonni obro'sizlantirish. Eng past, eng qattiq gunohlardandir bir bandai musulmonni aybini bilib olib, el ora uni sharmanda qilish, uni diliga ozor berish va uni kamsitish, uni xorlash, musulmonni ko'pchilik orasida obro'sini tushirish eng past, eng og'ir gunohlardan biridir. Va rahm so'zi, rahm shafqat, qarindosh urug'ga rahmlik qilish, qarindoshning otini rahm deyiladi arablar. Vala shu Allohning Rahmon degan nomidan olingan bu so'z, kimki buni aloqani uzsa, Alloh taolo unga jannatni vujudiga harom qiladi. Jannatga kirmoqlik